Milliy biofarmatsevtika ilmiy tadqiqot institutida hafta davomida bo'lib o'tgan yangiliklar xabarnomasi. E'tiboringizda hafta dayjesti. Nigeriyalik mutaxassis Mr. King ishtirokida institut xodimlari uchun ingliz tili bo'yicha qo'shimcha o'quv mashg'ulotlari bo'lib o'tdi. Institut vakillari Janubiy Koreyadagi xalqaro o'quv dasturlarida faol ishtirok etib, biologik mahsulotlarni ishlab chiqish va ishlab chiqarish hamda sifat nazorati bo'yicha ilg'or tajribalarni o'rganmoqda. Ilmiy signal ruknida makrofag himoya hujayralarining saraton kasalligiga qarshi kurashdagi o'rni va zamonaviy immunoterapiya yondashuvlari yoritildi. Yoshlar bilan ochiq muloqot tashkil etilib, ularning tashabbuslari, takliflari va ilmiy rivojlanishga oid masalalar muhokama qilindi. Shu va shu kabi xabarlarni ijtimoiy tarmoqlardagi barcha sahifalarimiz orqali bilib olishingiz mumkin.